Xullas qorin ochib ketdi. Do'stim qolgandan keyin. Alloh taolodan Razzoq zot, Alloh taoloning Razzoq zot ekanligiga yana bir karra amin bo'ldik. Birodarlar bilan eskalatordan chiqib kelyapmiz. Qonimiz ochib ketdi. Men aytdimki, Parvardigor olam dedim. Non bilan sir bergin dedim. Mashlarning oldida bir chapillab yeyman desam, bular kulishdi. Yana takror so'radim. Allohim dedim, mashlar kulganiga dedim, non bilan sir bergin dedim. Mashlarga bermasdan yeyman deb eskalatordan chiqib 10 metr yurmasak, 10 metr yurmadik. Bitta birodar mana non bilan sirni ko'tarib birovga beryapti. Hali olmayapti, yo'q deyapti. Yana bittasiga olib borib beryapti. U ham yo'q deyapti. Men kelib qoldim. Ko'rdim. Menga ber dedim. Deb olib kelib mollarga Alloh taolodan duolarimizni ijobatini ko'rsatib qo'ydim. Alhamdulillah. Gap bu nonda emas, birodarlar, gap bu nonda emas. Alhamdulillah Alloh taolodan so'radik. 2 minut o'tmadi. Alloh taolo aynan so'ragan narsamizni yetkazib qo'ydi. Bugun qadr tundamiz. Shunaqa duo qilaylik. Hammamiz sizlar ham biz ham Alloh taolo qilgan duolarimizni xuddi mana shu non bilan sirni o'z vaqtida bergandaqa Alloh taolodan bugun nimani so'rasak inshaalloh Alloh taolo ijobat qilsin. Do'stim, rizqlarning egasiga shikoyat qilamiz dedi. Bir pasda ko'rindi, subhanalloh.